Hudud gaz ta'minot mas'ul xodimlari tomonidan Billing gaz dasturi ma'lumotlari asosida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq shubhali holat aniqlangani haqida ichki ishlar organlariga ma'lumot berilgan. Shundan so'ng holat joyiga Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jalb etilib, o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Buxoro shahri G'ijduvoniy ko'chasida joylashgan xususiy korxonaga qarashli oshxona binosida hisoblagichsiz plastik quvur orqali tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati aniqlangan. Tadbir chog'ida fuqaro tomonidan bir necha marotaba gaz yo'q degan vaj keltirib, hudud gaz ta'minot xodimlarini xonadonga kiritmaganligi va olib borilgan tezkor kuzatuv jarayonida demak xonadon ichkarisida belgilanmagan shlanka orqali gaz tortilganligi va ushbu gazdan foydalanib kelayotganligi aniqlangan. Aniqlangan holat yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra davlatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 545 million so'mni tashkil etgan. Aniqlangan holat yuzasidan hozirda ekspertiza tayinlangan bo'lib, ekspertiza xulosasining yakuniga ko'ra holatga huquqiy baho beriladi. Ma'lumot uchun joriy yilning bugungi davriga qadar hudud gaz ta'minot mas'ul xodimlari tomonidan 60 dan ortiq profilaktik tadbirlar olib borilgan bo'lib, ularda ta'minotning barcha xodimlari qamrab olindi. Shuningdek, tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlarining oldini olish maqsadida hamkorlikdagi red tadbirlari olib borilmoqda. Umumiy hisobda joriy yilda 305 ta aniqlangan noqonuniy va qoida buzilish holatlariga chek qo'yildi. Tabiiy gazdan noqonuniy foydalanishlarning oldini olishga qaratilgan tadbirlar davom ettirilmoqda.